suyak yemirilishi bu nima? Ma'lum bir sabablarga ko'ra rivojlanadigan kasallik bo'lib, ya'ni bo'g'imda yemirilishi. Ya'ni bosh chanoq son bo'g'imini boshchasi yoki boshqa bo'g'imlarning boshchasida degenerativ distrofik o'zgarishlar natijasida bo'g'imda yemirilish kelib chiqadi. Sabablarni ko'radigan bo'lsak, hozirgi paytda keng tarqalgan bo'lib, bu koronavirus asorati sifatida olishimiz mumkin. Koronavirus bilan kasallangan bemorlar qon quyuqlashib boradi va boshiga yetarli miqdorda qon tomirlari o'tkazuvchanligi buzilishi natijasida oziqa, ya'ni kislorod bo'g'im sohasiga yetib bormaydi. U o'z navbatida bo'g'imni, o'sha son suyagini boshchasi yoki yelka bo'g'imini boshchalarini ko'radigan bo'lsak, u yerda oziqa bormaganligi sababli yemirilish kelib chiqadi. Ya'ni nekrozga uchraydi. Nekroz degani bu o'sha yerdagi hujayralarni, to'qimalarning o'limi degani. Suyak yemirilishini albatta darajalari bor. 4 ta darajaga bo'lingan bo'ladi va bu darajalariga qarab turib biz davolash taktikasini belgilab beramiz. Yemirilish kasalligini belgilarini sanab o'tadigan bo'lsak, bu bemorlarda birinchi navbatda og'riq bezovta qiladi. Ya'ni bo'g'im sohasida harakat paytida yoki tinch holat paytida og'riqlar bo'ladi. Og'riqlarni darajalari ham turli xil bo'lishi mumkin. Undan tashqari bemorlarda o'sha og'riq hisobiga yoki yemirilish bo'lgan bemorlarda oyoqlari kaltalashish natijasida oqsoqlanish kelib chiqadi. Ya'ni bu oqsoqlanish hisobiga bemorlarda yurishlari o'zgaradi. Undan tashqari yana asosiy belgilardan biri, ya'ni harakatlarning cheklanishi. Ya'ni odatiy holda har xil harakatlar qilib kelgan bemorimizda bu harakatlar cheklangan holatda bo'ladi. Endi albatta bemor o'zini anamnezida koronavirus kasalligini o'tkazgan bo'lsa agar, lekin bemorda hali og'riqlar yo'q, baribir travmatolog, ortoped ko'rigiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Agarda bemorda koronavirus asoratidan keyin yoki boshqa bir turdagi kasalliklar natijasida bo'g'imdagi og'riqlar kelib chiqadigan bo'lsa, albatta uni erta davrda aniqlashga qaratilgan muolajalar o'tkazish kerak. Birinchi navbatda travmatolog, ortoped ko'rigiga o'tkazib va o'shanga qarab turib, bu kasallikni erta davrda aniqlanadigan bo'ladigan bo'lsak, u rivojlanishi mumkin bo'lgan asoratlarning oldini olgan bo'lamiz.